qadim zamonda uzoq tomonda bir qishloqda Muhammad ismli bir bola bo'lgan ekan. U judayam sho'x, qaysar bola ekan. Bir kuni Muhammad to'p o'ynayotib, to'pni qattiq tepgan ekan. U devoldagi haykal tomonga uchib ketibdi. Birdaniga vaqt to'xtab, yer qimirlab, sirli bir darvoza paydo bo'libdi. Muhammad hayratdan yoqasini ushlab, bir lahza ham o'ylab o'tirmay ichkariga yo'rib olibdi. Ha, mayli, kelinglar tomosha qilamiz. Meni erkatoyim Muhammadim. Agar bu xatni o'qiyotgan bo'lsang, demak, men endi yoningda emasman. Ammo yuragim, xotiralarim, yashagan kunlarim ularning bari shu sandiq ichida qolgan. Bu oddiy sandiq emas, bolam. Bu mening hayotimning aks sadosi. Uning ichidagi har bir narsa bir kunim, bir dardim, bir quvonchim. Bu buyumlarga qo'ling tekkanda ko'zing bilan ko'rasan, yuraging bilan his qilasan. Aslo qo'rqma. Bu seni o'rgatish uchun qoldirilgan yo'l. Meni unutma, bolam. Bobong. Islom aka, biz birga bo'la olmaymiz. Nega endi? Nima? Yo'q. Ana. Bir kun kelib, sening ham sandig'ing ochiladi.